bepul qo'ygan ekan. Bulardan bittasi havo ekan. Ikkinchisi suv ekan. Eng kerakli narsalardan bandaga nima kerak bo'lmasa, shuni qimmat qilib qo'ygan ekan. Bu ham bo'lsa tilla ekan. Ko'pam bizga hojatimizga kerak emasda. Eng qimmat narsa dunyoda tilla. Ikkinchisi zahar ekan. Ko'pam kerak emas bilan bizga zahar. Shunday holatlarni yaratgan, shunday dunyoni yaratgan, koinotni yaratgan, osmon yerni yaratgan. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Xalaqas sab'a samavatin tibaqa. Sadaqallohul azim. Mulk surasida Alloh taolo 7 qavat osmonni va 7 qavat yerni yaratgan Robbimiz qiyomat kunida borganimizda albatta siz bilan bizni mana bu qilgan ibodatlarimizni, tutgan ro'zalarimizni, o'qigan xatm Qur'onlarimizni, namozlarimizni, bomdodlarimizni, zakotlarimizni, hajlarimizni, sadaqalarimizni, yaxshiliklarimizni evaziga Alloh taolo jannatga kirgizadi. Ana shu jannatlardan bo'lishida hammamizga Alloh nasib qilsin. Bugungi kun shunaqa kunki, o'ta go'zal. Alloh taolaning eng buyuk kunlaridan bittasi. Oylarning sultoni Ramazon oyi. Kunlarning sultoni, podshosi juma kuni. Juma kunidagi kunlarning ichidagi soatlari Laylatul Qadr kechasi. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Kecha ham Laylatul Qadr edi. Undan oldingi kuni ham Laylatul Qadr edi. Ramazonda oxirgi 10 kunligida Laylatul Qadr bo'lardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu so'raganda, "Ya Rasululloh, Laylatul Qadr kechasini qachon topamiz? Uni oxirgi 10 kunlikda topasizlar" dedi. Oysha roziyallohu anha so'radi, "Ya Rasululloh, oxirgi 10 kunlikning ichida ham qachon topamiz o'zi tog' kunlarida" dedi. Alloh taolo mo'tabar oyatni tushirdi. Bu Alloh taoloning oyati Ramazon oyida nozil bo'ldi. Shuning uchun Ramazon oyi boshqa oylardan ko'ra eng habibiyroq Alloh taologa, eng mahbubliroq, bandalarni hamma qilgan xatolarni kechiradigan Robbimiz o'zi qabul aylasin.